Onajon, qizingiz keldi. Voy qizim keldi, qizim. Jonim benim. Ovsini to'yga boraman deb tillalarini taqishga olgandi. Voy, ovsini tillalarini beraycha, men bilan urushmoqchi ona. Qizim, mol dunyo kimdan qolmaydi? Eslatib qolgandir-da o'zini. Senga bunaqa qildi, yarashmaydi, gaplashmaydi, bu yoqqa hop bolam. Oyjon, qaynonam shunaqa o'zgarib qolgan, shunaqa mujg'o bo'lib qolgan. Bular bo'lmasga asablari buzilib, menga ish buyuradilar, keyin tirnoqdagidan kirab oqtarib urush qiladilar. Va unaqa dema, qudamlarni qaynini juda ham tilla xotinlar. Eshitgan quloq nima deydi? Tilla ayolmi? Ona, qaynakam erimdan 700 ming so'm pul olib ketgandilar, 2 oy bo'lyapti, hali berganlari yo'q. Voy bolam, sen ko'kalar o'rtasiga aralashmang, xo'pmi? Men xafa bo'laman. Sen vazifangni bil, oilangni bil, bola chaqangni tarbiyasini qilganda keyin o'tirgin, xo'pmi? Qizim, to'g'ri aytasan, mana shu qaynonamchi bijg'ov qarigan. Mana shu to'yda ham qalin pulnicha qaltirab bergan. Mebellarni taqir-tuqir hali eski-tusklarni qilgan. Oyjon, onamnikida dalsh qolaymi? Sen o'zing aybdorsan. Xudo o'zi tilla xotin edi. Aldamagin